bir kun shu mozorda ta'ziya bo'ldi. Yani o'sha ta'ziyaga keldik, hamma ko'p kechilashib keldik. Keyin mayitni qo'yish kerak edi. Qabrga, lahatga qo'yish kerak edi. Odam ko'p yig'ilib kelgan, 300-400 ga yaqin odamni. Keyin shunaqa bir narsa borki, o'sha mayitni o'lgan odamni eng yaqin insonlari, bolalari yoki inog'alari, agar ular ham bo'lmasa, eng yaqin qarindoshlari mayitni olib qo'yish kerak lahatga. O'shanda 3 ta o'g'li bor ekan. 3 ta o'g'li bor ekan. Shu o'g'li bunisiga 3 ta o'g'li bir-biriga qarabdi. Men shu tushunaman-da vaziyatga. Pastga tushkisi yo'q, hech kim tusha olmayapti. Keyin bittasi sali dayoqroq, gavdasi kattaroq edi, o'shanga begona odamlar tush san qo'y desa, men qarabdi-da, keyin bu narigi sherigi o'shani akasi endi. Aytibdiki, bo'lmaydi-da bunaqa narsalar deyapti-da. Uni bo'yi 2 metrga yaqinda o'sha bolani. Men aytayman-da, otasi o'lganda, onasi o'lganda mazorga, lahatga qo'yishga bo'lmaydigan ekanda u. Endi 3 ta o'g'il, uchalasi ham negodni. U ota tirikligida u bolalar juda katta va'da bergandi-da. Endi men guvoh bo'lmagan bo'lsam ham bilaman-da, hamma oilada shuku bir xil. Ota sizni umraga jo'natamiz, ota o'qilamiz, ota gerdayib yurasiz. Otani lahatga qo'ya olmadilar. Ana shunda odamlarimiz bor. Ana shunda odamlar bor. O'shaning uchun birodarlar, sizlardan bitta iltimos, bolalarga faqat pul topishdi, chiroyli gapirishdi. Boshqa narsalarni o'rgatmanglar, dunyo, orzu, havaslarni. Bolalarga avvalambor shu insonni qadrlashni o'rgatish kerak. Odamni qadrlashni o'rgatish kerak edi. Ana uylarimiz ko'z yemasin, ana ko'pchilik hozir chetlarda ishlaydi. Uylarimiz qasr 2 metr, 3 metr. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam aytgan ekan, uyingizni toza tuting, uyingizni obod qiling. Men o'ylardim, uyingizni obod qiling degan, lekin o'sha payg'ambarimiz uyi ham bir chaylachada yoki o'sha boshqa payg'ambarimiz oldidagi odamlar ham ko'pchilikda uyi men eshitganmiz, endi ko'rmagan bo'lsam ham chaylada kichkina joylar bo'lgan. O'zlari obod qil deb nima degan desa, men endi sal yoshim kattarib aqlim yetdiki, uyingizni ular mazorda, qabristonda aytgan ekan. U uy qolib ketadi. Bu yer abadiy uyimiz bu-da, bu konkret original uyimiz bu. Bu yerda hozir 3 etaj, 4 etaj qilganlarimiz hammasini taylab ketamiz. Xullas, akalar, birodarlar, sizlardan bitta iltimos, mana shu Qashqadaryo viloyati Kasbi tumani Qamashiq qishlog'ida joylashgan juda katta masshtabdagi mazor bu. Bu mazorni mana bu tomonni bir ko'rsatsam agar, bu yoq xullas albatta ko'ringlar, bu yoq hozir ko'rgan odam buni dala deb o'ylaydi. To'g'risi aytsam, bu dala emas bu. Bu o'sha men sizlarga hozir aytayotgan mazor bo'ladi bu. O'sha mazorimiz mana shu. Xullas, hammalaringizni ertadan keyinga mana yana bir kun vaqtimiz bor, xudo xolasa 29-avgust kuni shanba kuni bo'ladi. Qamashiq qishlog'idagi Kasbi tumanidagi mazorga hammalaringizni hasharga e'lon qilaman. Butun O'zbekiston bo'yicha bu bu yerdagi Qamashiq qishloq, Kasbi tuman, Mirishkor, Jenob, Fazil bu yerdagilar uchun emas, obsha hammaga e'lon O'zbekiston bo'yicha kimni qurbi yetsa, imkoniyat bo'lsa kelinglar. Bir ikkitasi oldingi videomga kommentariy yozibdiki, kommentariyada aytibdiki, o'sha qishloqda odamlari yo'qmi? Odamlari o'lganmi deb yozibdi-da. Yo'q, aka, odamlari tirik. Mana bitta odamman. Hammamiz tirikmiz. Lekin menga alam qilgani u gap emas. Menga alam qilgani u begona sirab yozibdi-da. O, momo havo, odam atom, momo havo, bobo havodan biz tarqalganmiz. O'shalardan tug'ilganmiz. Mirishkordanmi, Toshkentdanmi, Buxorodanmi, Tojikistonmi, Qozog'istonmi, Qirg'iziston farqi yo'q. Hammamiz bir odam, bitta ota-onadan tarqalganmiz. Hammamiz birodarmiz. Meni joyi yo'q, o'sha joyda yashaydigan qilsin degan. Hammamiz qilsak rivojlanamiz, hammamiz qilsak obod bo'lamiz.
sanqil manqil bilan ish bitmaydi, kuch birlikda. Hammalaringizni shu hasharga xudo xolasa chaqirib qolamiz. Agar uzoqda bo'lsangiz, hech nima qo'lingizdan kelmasa, hech bo'lmasa bitta duo fotiha qilingda, bitta amin qiling, bitta like, kommentariy bosib tarqating shu videolarni. To'g'ri, endi biz yarim yalang'och bu olib kelib bo'lmaydi deb bergan. Bo'lmasa, men blogerman, shu prosmotr ko'p bo'lishi uchun yo'llarni bilaman, lekin bu mazor bu yerga unaqa joy qilinmaydi. O'shalarga bosopsizlar-ku, hech bo'lmasa bu yoqqa ham bosinglar. Shu ota-onalarimiz, bolalarimiz, birodarlarimiz qancha insonlar yotibdi-da bu yerda. O'shalarning hurmatiga agar imkoniyatingiz yetsa, kimdir misol uchun 1 so'm 2 so'm pul taylaman desa ham, pajalsizda mana nomer qoldiramiz, karta qoldiramiz, taylang. Yoki bir bo'g'irsoqmi, nonmi, bir piyola choymi, suvmi, tadbirkorlarimiz lapatka, instrumentlar nimalardir bo'lsa ham aloqaga chiqsanglar, agar o'zim ham olib kelaman mashinamda yoki o'zlaringiz olib kelasizlar, xolos hammalaringizni jipslikka, bardavomlikka, birlashishga chaqiraman. Hammalaringizdan Alloh rozi bo'lsin. Hammalarimizni shu bitta niyat qilamiz, shu yerdan o'tganlarni, butun dunyodan o'tganlarni, mo'min musulmon birodar, payg'ambar, avliyo Muhammad sallallohu alayhi vasallam payg'ambarimiz avliyo o'tganlar, shahid o'tganlar, butun dunyodan o'tganlarni hammasilarini oxirati obod bo'lsin, yotgan joylari jannat bo'lsin. Ilohim kasalu, beva, bechora, nogironu, shifo izlayotganlar, kambag'alu, yetim yesirlar, har narsaga muhtoj bo'lib turganlar, nima ehtiyojlaringiz bo'lsa, hammasini Alloh taolo bajo qilsin, muyassar qilsin. Bilib bilmay qilgan gunohlarimizni Alloh taoloning o'zi mag'firat qilsin. Faqat ezgu ishlar, yaxshi ishlar, savob ishlar qiladigan qilaylik. Butun dunyomiz tinch bo'lsin, yurtimiz, mamlakatimiz tinch bo'lsin, yurtboshimiz hammamiz sog' salomat tinch bo'laylik. Allohu akbar, sog' bo'lasizlar.